Assalomu alaykum. Ko'p yillik gul ishqibozlari uchun men gulning mana shu budliya navini taklif qilmoqchiman. Ushbu gul ko'rib turganingizdek mana yarim metr atrofiga yetib qiyg'os gullashni boshladi. To noyabr oyigacha shu holatda gullab turadi. Guli nihoyatda yorqin. Mana ko'rib turibsiz, qizil rangda biroz ifor taratib ham turibdi. Ushbu gulni parvarishlash uncha murakkab emas. Uni quyoshli joyga ekasiz, lekin tagi xiyol-nam holatda turishi kerak. Suvni yaxshi ko'radi, oziqa tanlamaydi. Mineral o'g'itlarda mana shu ko'p yillik ochiladigan gullar uchun mo'ljallangan har qanday o'g'it bilan oziqlantirishingiz mumkin. Bizda ushbu gulning ko'chatlari mavjud. Mana ushbu ko'chatlarni ko'rib turibsiz. Bo'yi 35-40 santimetrga yetgach, g'unchalab ochilishni boshlayapti. Agar kimga ushbu gul kerak bo'ladigan bo'lsa, menga murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamim 91 604 70 01.